Пайтақтымыздағы Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нүкіс филиалында зооинженерия кафедрасы тарапынан шаруашылық һәм ауыл қожалығын рауажландыру перспективалары темасында ilmiy-milliy konferensiya o'tkazildi. Navbatdagi syujetimiz meni so'g'ridan tayyorlangan. Konferensiyaga filialдың professor o'qituvchilari, jaz ilmbozlar ham student jazlar qatnashdi. Tarovning ahamiyatli masalalari to'dalanuvi maqsad etilgan ilajda dastlab filialning ilmiy-ishlar ham innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari Shavkat Afezimbetov so'zga chiqib, sharoitchilik tarovindagi ilmiy izlashlarda amaliyotga yengizuvda yaratib berilib o'tirgan imkoniyatlar ham shariatlar haqida ayriqcha atab o'tdi. So'ning bilan birga avul xo'jaligidan natijali foydalanu, sharoitchilikda o'tgan bazasini bekemlovning veterinariyalik izlashlarda rivojlantiruvdagi ta'siri siyaqli ahamiyatli konferensiyaning basli maqsadlarining biri. Bugungi konferensiya to'plamiga 70 dan ortiq maqolalarimiz kelib tushdi. Nafaqat u o'zimiz respublikadan, balki qo'shni respublikalar Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiya davlatlaridan ham kelib tushdi. O'sha kelib tushgan maqolalarning 50% dan ziyodi shu cho'ldagi o'simliklarimizni issiqlikka va qurg'oqchilikka chidamlilik va suvsizlikka chidamlilik o'simliklar to'g'risida bir qancha ma'lumotlar keltirib tushirildi. Haqiqatda da ayni shunday ilmiy-amaliy konferensiyalar sharoitchilik tarovini yanada rivojlantiruv, zamonaviy ilmlarda amaliyotga yengizuv ham ahamiyatli mashg'ulotlarning natijalashishini tabuunda ahamiyatli o'rin egillaydi. Konferensiya davomida tarovning aldagi vazifalari, sharoitchilik ham avul xo'jaligi tarovini bundan bulayda rivojlantiruv masalalari keng turda to'dalandi. Bunday konferensiyalarning shulkamlashtiriluvі respublikamizdagi jaylovchilik ham sharoitchilikning rivojlanuvuna o'zining ulesini qo'shadi degan umiddamiz. Sebebi respublikamizdagi sharoitchilik unumlarini yetishtiruvda respublikamizning jaylovining o'simi, unumdorligi ulkan ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi.